chiqaman. Ha? Jo'nab chiqaman. Katta. Hayır. Xo'p, ketdi. 5-savoldan boshlab ko'rishni boshladik. So'nggi pallali davrda insoniyat erishgan yutuqlarni aniqlaydi. İnsaniyat sun'iy tarzda olovni hosil qildi so'nggi pallali davrda. Hosil qildi nima bu? Jimsilar. Sun'iy olov hosil qilindi. Muzlik davri poyoniga yetdimi? Yo'q. Takomillashgan suv chiqaruvchi mehnat qurollaridan foydalanishdimi? Ha. Uchinchi ma'lumotlar to'g'ri. Turar joy qurilishi boshlandimi? Ha. Toshga ishlov berishda silliqlash va parmalash. Yo'q. İnsoniyat urug' jamoalariga birlasha boshladimi? Ha. Doimiy turar joylar qurila boshlandimi? Yo'q. Demak biz 7ni chiqarib tashlasak, A bilan C javob qolyapti. Undan keyin 1 3 4 6 A javobga to'g'ri kelar ekan. 1 3 4 6 javoblar to'g'ri. Hop, keyingisi 6-savol. Mezolit, ya'ni o'rta tosh asri qaysi davlatlarni o'z ichiga, davrlarni o'z ichiga olgan? O'rta toshda nimani? Mezolit davrini boshlanish davrini oladigan bo'lsak, 40-12 ming yilliklarni o'z ichiga olganmi? Yo'q. 40-12 minglik bu so'nggi pallali davri. 12-7 ming yilliklarni o'z ichiga olgan. C javobimiz to'g'ri bo'ladi. Mezolit davri boshlanishi bilan muzlik davri poyoniga yetdi. A javob to'g'ri bo'ladi. Quyidagi javoblardan qaysi biri mezolitga tegishli, ya'ni mezolit davriga tegishli? Odamlar o'qi, seni kitobing qani? Odamlar o'q yoyni kashf qildilar. Yo'qmi? Mezolit davrida bo'lmadimi bu? Mezolit davrida bo'ldi-ku. Birda olamiz. Turar joy qurila boshlandi. Yo'q. Qabilalar o'tiroq turmush tarziga o'ta boshladi. Yo'q. Insonlar hayvonlarni qo'lga o'rgatishdi. Ha. Sun'iy olov kashf qilinmadi unda so'nggi pallalikda. Taqinchoqlar yasay boshlashdi. Yo'q. Bu davr oxirida ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi. Ha. 1 4 7 javoblarimiz to'g'ri bo'ladi. A javob. Mexolit deb qo'yibdi. Mezolit davri manzilgohlari xato berilgan javobni aniqlang. Mezolit davri manzilgohlari Obishir, Qo'shilish, Machay manzilgohlari hisoblanadi. Bu yerda Selingur, Farg'ona va Cho'ponota tepaligi deb qo'yishdi, Toshkent viloyati deb qo'yibdi. Demak, mana shu javob asli noto'g'ri, savolimiz uchun to'g'ri javob bo'ladi. Demak, D javob to'g'ri. Nima hayvonlarni ovlashni osonlashtirdi? Itni qo'lga o'rgatilishi. To'g'ri. 11-savol. Paxsa imoratlari qurila boshlangan davrni aniqlang. Paxsadan imoratlar neolit davrida qurila boshlangan. Inson o'q-yoy yasashni qaysi davrda o'rganib oldi? Mezolit davrida o'rganib oldi. Javob. Mikrolitlar yasash quyidagi qaysi davrda kashf etilgan? Mikrolitni yasashni boshlanishi mezolit davrida, ishlatilishi neolit davrida. Ishlatilishi neolit. Hozir to'g'ri javob mezolit. Yo'q, bu qaysi davrda kashf qilindi deyapti-da. To'g'ri javob mezolitda. Arxeologlar, 14-savol, arxeologlar neolit davri boshlanishini qaysi voqea bilan belgilashadi? Sopol buyumlarining kashf qilinishi bilan belgilashadi. B javob. Mezolit davri manzilgohlarini aniqlang. Mezolit davri manzilgohlari hozir aytdim. Obishir, Qo'shilish, Machay va Zaroutsoy. Demak, 7 5 3 2 2 3 5 7. B javob to'g'ri. Malades. Qaysi davrda qabilalar o'tiroq turmush tarziga o'ta boshladi? O'tiroq turmush tarziga neolit davridan o'ta boshlashdi. Odamlar doimiy turar joylarni qurib, o'tiroq turmush tarziga o'ta boshladi deyiladi. Keyingisi, paxsa uylar qurilishi qaysi davrga to'g'ri keladi? Hozir aytdim-a, paxsadan doimiy turar joylar qurilib, demak u nima bo'libdi? O'tiroq turmush tarziga o'ta boshlabdi. Mezolit.
To'g'rimi? Neolit davri, to'g'ri. Yo'q, mana shu savol edi. Ha? 16 ni ko'ryapsiz. Ko'rdik hozir. To'g'ri javob Neolit davri. B javob. 17-savol. Paxsa uylar qurilishi qaysi davrga to'g'ri keladi? Buni hozir aytdim-a? 18. Uzun. Neolit davriga to'g'ri keladi. Neolit davrining eng katta ixtirosi bu chorvachilik va dehqonchilikning rivojlanishi. Eng muhim kashfiyoti va ixtirosi deyiladigan bo'lsa, kulolchilik va to'quvchilik bo'ladi. B javob hozir. 19. Qaysi davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollarini yasash usullari o'zgardi? Bu so'nggi paleolit davrida. Diqqat qilamiz. So'nggi paleolit davriga kelib, insonlarning tashqi qiyofasi, aqliy qobiliyati, toshga ishlov berish uslubi, toshga ishlov berish texnikasi o'zgardi. Bu davrda, so'nggi paleolit davrida, ya'ni Kramanion odami istiqomat qildi deyiladi. Tushunarlimi? Demak, to'g'ri javob so'nggi paleolit. B javob. 20. Mikrolit bu mayda tosh qurol. C javob to'g'ri. 21. Qaysi davrda insonlar qarindoshlardan tarkib topgan urug' jamoalarga birlasha boshladi? So'nggi paleolit davri. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug'lar nima deb ataladi? Bir joyda yashab turgan bir qancha urug'lar qabila bo'ladi. So'nggi paleolit davrida shakllangan. Bu davrda odamlar keyin savol quyidagi javoblardan qaysi biri Neolit davriga tegishli? Neolitga tegishli bo'lsin, ha? Bu davrda odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga, urug' jamoalarga birlashdimi? Yo'q. Neolitga tegishli bo'lsin deyapti. Turar joylar qurildimi? Yo'q, so'nggi paleolitda qurilgan. Qabilalar o'rtoq turmush tarziga o'ta boshladimi? Ha. Demak, 3 ta olamiz. Doimiy turar joylar qurila boshlandimi? Ha. Sun'iy olov kashf qilindimi? Yo'q. Sopol idishlar yasay boshlandimi? Ha. Bu davr oxirlarida Osiyoda xo'jalikning yangi tarmoqlari, ziroatchilik, chorvachilik qaysi davrda edi? Mezolit davrida, to'g'ri. Demak, to'g'ri javobimiz 3, 4, 6. D javobimiz to'g'ri. Quyidagi javoblardan faqat tarixiy haqiqatga yaqinini belgilang debdi. Neolit davrida o'zlashtiruvchi xo'jaliklardan ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarga o'tildimi? Neolit davriga kelib ishlab chiqaruvchi xo'jalik bormi? Bor. Antropologlar Neolit davri boshlanishini sopol idishlar yasalishining kashf qilishidan bilishadimi? Yo'q. Bilishadi. Ha, bilishadi. Mezolit davriga oid manzilgohlar Farg'ona, Toshkent, O'zbekiston janubida topildimi? Yo'q. Topildi. Mezolit davri? Ha. Zarautsoy qoya rasmlari so'nggi paleolit davriga tegishlimi? Yo'q. So'nggi paleolitga kelib odamlar kiyim-kechaklar tayyorlashda hayvonlar terisidan foydalandimi? Ha. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik bu chorvachilik va dehqonchilikmi? Ha. Shunda bizga 1, 2, 3, 5, 6 bo'lgan javob bo'lish kerakmi? Ha, demak bu javobimiz hozirgi paytda ichidan qaysi birinidir chiqarib yuborilgan holatda to'g'rilab qo'yilishi kerak. Mana 4 Xo'p, 1, 3, 5, 6 ni olsak, A javob to'g'ri bo'lib qoladi. To'g'rimi? 4 chiqib ketadigan bo'lishi kerak bularning ichida. Nimaga? Chunki aynan 4 yo'q. 4 ni chiqarib tashlasak, o'zi qaysi javob qoldi? A javob qoldi. To'g'ri javobimiz A ekan? Ha. 25. Demak, quyida ko'rsatilayotgan, ya'ni grafika ostidagi davlatlarni yillari bilan moslashtiring debdi. Davrlarni o'zi. Mezolit, so'nggi paleolit, neolit va eneolit. Eneolit davri nechanchi mingliklarni o'z ichiga oladi? 4-3-mingilliklar birda olamizmi?
Neolit davri nechanchi mingliklar? 6-chi, 4-chi mingliklar 3 ta olamiz. Mezolit davri nechanchi mingliklar? 5 ta olamiz. Va 40-chi, 13-chi minglikka so'nggi paylarli davr to'g'ri keladi. Bu yozib qo'yib bergan 12-chi minglik bo'lish kerak. 40-chi, 12-chi minglik bo'lish kerak bu yerda. Shuning uchun uni olmaymiz. Demak, 1, 3, 5 javoblar to'g'ri bo'ladi. Ajob. Endi Erwin diagrammasi so'nggi paylarli davri va mezolit davri ko'rsatilib o'tilgan va ularga xos bo'lgan jihatlar. Katta birinchisini ko'rib o'tamiz. Miloddan avvalgi 40-12 mingliklar qaysi birida? 12. So'nggi paylarli, demak, biriga A. Miloddan avvalgi 100-40 mingliklar. Ikkalasiga ham kirmaydimi? Ikkalasiga ham kirmaydi. B chiqib ketadi. Miloddan avvalgi 12-7 mingliklar. Mezolitmi? Mezolit. Demak, S 2 bo'ladi. Doimiy turar joylar qurildimi bularda? Yo'q. Demak, bu ham chiqib ketadi. Hayvonlar qo'lga o'rgatila boshlandi. Mezolitmi? Demak, 2 ga E ham bo'ladi. F'sida taqinchoqlar yasala boshlandi. Qaysi birida? So'nggi paylalit. So'nggi paylalikda, demak, A, F 1 ga Toshkent viloyatida manzilgohlar qayd etilgan deyapti. So'nggi paylalik davriga oid bo'lgan manzilgohlar Toshkentda, ya'ni Ko'lbuloqda, mezolitga oid bo'lgan manzilgohlar Toshkent, Farg'ona va O'zbekistonning janubiy qismlarida. Demak, bu 3 ga kiradi. 3 ga G qo'yamiz ekan. Shunda javobimiz B, A, F 2, S, E, 3, G. D javob to'g'ri. Quyidagi xaritada nechanchi raqamda ko'rsatilgan davlat hududidan so'nggi paylali davrga oid g'or topilgan dedi. Xo'sh, qarang. Birinchi raqamda Angliya ko'rsatilyapti, ya'ni Buyuk Britaniya. Xaritani yodlaganman, shundan bilaman. Ikkinchi raqamda Fransiya ko'rsatilyapti. Uchinchi raqamda Italiya, to'rtinchi raqamda esa Germaniya ko'rsatilyapti. Yaxshi. Demak, bularning ichida deyapti. Qaysi raqamda so'nggi paylali davriga tegishli bo'lgan g'or topilgan? So'nggi paylali davrda Kramanion odam yashagan va Kramanion g'ori topilgan. Bu Fransiyadan topilgan. To'g'ri javob 2. B javob. 4-mavzu. Insoniyat qachondan misdan foydalanishga, undan mehnat qurollari yasashga o'tildi? Misdan foydalanish yasalishi, ya'ni misni kashf qilinishi va undan foydalanish Neolit davri oxirida. Neolitning oxirida. Qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlar qachon vujudga kela boshladi? Ilk shahar davlatlar 4-mingyillikda vujudga kela boshladi. 4-3 olganlarda ham xato qilamiz. 4 o'zini bergan. Eneolit davri insoniyat erishgan yutuqlarini belgilang. Eneolitda erishilgan yutuqlar. Paxsa uylar Neolit davrida chiqib ketadi. Muzlik davri poyoniga yetdi. Mezolit davrida chiqib ketadi. Takomillashgan kesuvchi va aralovchi mehnat qurollari paydo bo'ldi. Neolit davrida chiqib ketadi. Xom g'ishtdan ko'p xonali uylar qurilishi bor. Toshga ishlov berishda silliqlash va parmalash yo'q. Sopol idishlarga hayvonlar, qushlarning tasvirlari tushirilishi bor. Kulolchilik xundonlardan foydalanish bor. Kulolchilik va to'quvchilik vujudga kelishi yo'q. Sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik bor. Demak, 4, 6, 7, 9. B javob to'g'ri. Eneolit davri nechanchi mingyilliklarni o'z ichiga oladi? 4-chi, 3-chi mingyilliklar o'rtalari. A javob to'g'ri. Insoniyat tarixida bronza davri qachon boshlandi? 3-chi mingyillikni oxirlarida. Bronzani kashf qilishi 3-chi mingyillik o'rtalari, 3-chi mingyillik oxirlaridan 2-chi mingyillik oxirlarigacha bronza davri. Zangi bo'ldimi?
Tashqari shoqolib. Kimda soat bor? Nima yo'q, video ketyapti hozir. Ay, endi vaqtim tugadi. Kel, davom etavering. Bronza davri manzilgohini aniqlang. Bronza davri manzilgohi Zamonbobo, Jarqo'ton, Sopoli tepa. Bo'ldi. 1 2 4. Yetti. Qaysi davrda odamlar kulolchilik charxi va g'ildirakni kashf etishdi? Bronza davri oxirida ko'p xonali uylar qurilishi qaysi davrga to'g'ri keladi? Ko'p xonali bo'lsa, neolit, Sejon. Neolit davri oxirida odamlar misdan foydalanishni, undan mehnat qurollari yasashni o'rganib olishdi. A javob. 10. Qaysi davrda sug'orma dehqonchilik, ya'ni suv sug'orishga asoslangan dehqonchilik vujudga keldi? Neolit. Ha, suv sug'orishga asoslangan dehqonchilik O'rta Osiyo janubida degan. 11-savol. Sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasviri bilan neolitda bezatildi. Keyingisi qadimgi odamlar misni eritib, qalay qo'rg'oshin yoki ruh qo'shib qanday mahsulot olishdi? Bronza olishdi. Idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlardan neolitda foydalanishdi. Sopoli tepa manzilgohi bugungi kunda quyidagi qaysi tumandan topilgan? Sopoli tepa tuman bo'ladigan bo'lsa, bu Muzrabot tumani, Sheroboddan Jarqo'ton topilgan. Nechi savol domla? 13 ko'rib bo'ldik. 14. Bronza davriga oid Jarqo'ton manzilgohi qayerda joylashgan? Surxondaryoni Sherobod tumanida joylashgan. Surxondaryo. Zamonbobo manzilgohi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Qorako'l tumani. Bronza davriga oid manzilgohlar qayerdan topib o'rganilgan? Bronza davriga oid bo'ladigan bo'lsa, demak, Buxorodan. Bu yerda ozgina tafovut qarang. Bu yerda Toshkentni ham belgilab qo'yishgan. Toshkentni olmaymiz. Samarqandni olmaymiz. Shunda bizda D javob qoladi. Xorazm, Surxondaryo va Buxoro. Endi hisob qilamiz. Buxoroda Zamonbobo 15, 16 ekan bu. 16 ni bitta tepasida raqam qo'yilmagan savol bor ekan. O'sha. Buxoroda Zamonbobo manzilgohi, Surxondaryoda ikkita manzilgoh, Sopoli tepa bilan Jarqo'ton va Xorazmda ham manzilgoh bor deb keltirilgan. Manzilgoh nomi ko'rsatilmagan, Xorazm manzilgoh, ha? To'g'ri javob D. Quyida berilgan rasmdagi ilon tasviri qaysi davriga oid? Bronza davriga oid, 2-ming-yillik. Umidjon. To'g'ri. Xalaq nima qilgan? Keyingisi, yurtimizdagi qaysi manzilgoh qurilishida ilk shahar alomatlari ko'zga tashlangan? Jarqo'ton manzilgohida ilk shahar alomatlari. Quyida berilgan rasmdagi ilon tasviri tushirilgan Toshtumor 2-ming-yillikka tegishli. A javob. Quyida berilgan inshoot qaysi shaharda joylashgan? Bu Sopoli tepa bu. Surxondaryoda joylashgan. To'g'ri. Rasmda berilgan imorat qaysi davrda bunyod etilgan? Jam. Men bu nimani eslolmadim. Men hozir bitta kitobdan ko'rib qo'yaman. Bronza Qaysi ekan? Qaysi davr? Mavzusini tepa tomonidagi nechinchi bet? Mana Jarqo'ton ibodatxonasi. Jarqo'ton ibodatxonasi bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryo bo'ladi. Jarqo'ton manzilgohi bu bronzaga tegishli, bronza davri bo'ladi. Bronza davri bo'ldi javob. 20 D. Demak, tepada Teshtosh
Zamon bor. Janxoton zamon bor, mana tepadegisini qora ko'lmikin. Qo'shtepa. Qora ko'l. Mayli, test buni tashlab ketaveramiz. Juda ham xira bo'lib ketgan ekan-a. Bo'ldi, tashlab ketdik bu testni. 5-paragrafga o'tyapmiz. O'rta Osiyoda temir asri. Temir necha gradusda eriydi? 500 gradusda. Temirdan birinchi bo'lib kimlar foydalangan? Kichik Osiyodagi xet qabilalari 14-13-asr. B javob. Kim nima dedi? Tushunmay qoldim. Birga D, ikkiga B. 3. Temirdan yasalgan zebzina buyumlari qayerdan topilgan? Misr firavni Tutanxamon maqbarasi, Kavkazdagi Maykob qo'rg'oni. D javob. To'g'ri. D. A va C javoblar to'g'ri. Yo'q, ani o'zini olsak bo'lmaydi. Keyingi savol 4-si. O'rta Osiyodan topilgan temirdan yasalgan ilk mehnat qurollari qaysi asrlarga tegishli? 9-8-asr miloddan avvalgi. 5 bilan 4 bitta ketgan ekan. Ha? 3A 4-5 qo'yibdi. 3 uzr. 3D D. Uzr, 3D. 4-5 qilib qo'ygani A. 6. Temir asri boshlarida O'rta Osiyoda aholi 4 ta alohida guruhga ajratilgan. Ularni ketma-ketlikda ko'rsating debdi. Bular ketma-ketlik bo'lish uchun birinchi Kohin, keyin jangchi, undan keyin dehqon, undan keyin hunarmand. 1 2 4 3. C javob to'g'ri. Mehnat qurollarining temirdan yasalishi eng avvalo qaysi soha rivojlanishiga sabab bo'ldi? Hunarmandchilik rivojlanishiga emas, dehqonchilik rivojlanishiga. A va B javoblarni olamiz D. Chunki temirdan yasalayotgan mehnat qurollari dehqonchilikga rivojlanishiga sabab bo'lgan. Uzr. Mana shu joyga bitta nima ko'rib qo'yaylik. Kitobdan ko'rib qo'yaylik. Bu mehnat qurollari katta maydonlarda ziroatchilikning rivojlanishiga imkon yaratib berdi deyapti. Demak, dehqonchilik rivojiga katta ta'sir ko'rsatyapti ekan. Dehqonchilikni o'zini olamiz ekan. Ziroatchilikga chorvachilikchi. Xo'p, to'g'ri javob A javob. Bo'laveradi. Ziroatchilikdan dehqonchilik bitta narsa. Yo'q. A javob o'zi ekan. Xo'sh, 8. Qanday qurollarning tarqalishi mehnat samaradorligini oshirdi? Demak, temir qurollarining tarqalishi. 6-mavzu. Odamlar qachon Nil daryosi qirg'oqlaridagi yerlarni javob 4-mingyillik boshlarida. To'g'ri. Qadimgi Misr hunarmandlari 30dan ziyod kasbkorlar bo'lgan. Qadimgi Misrda qanday binolar toshdan bunyod etilgan? Ibodatxonalar va firavnlarning uylari. D javob. Qadimgi Misrda firavn saroylari nimalardan qurilgan? Toshdan barpo etilgan. Toshdan. Qadimgi Misrda oddiy aholi uylari nimadan qurilgan? Oddiy aholi loy suvalgan papirus boyalaridan. Qadimgi Misrda ibodatxona nimadan qurilgan? Ibodatxona toshdan barpo etilgan. Misrda 5 C 6 A 7 Misrda tarqoq manzilgoh nom deb atalgan. A 8 Memphis. Chaqirtma qilganlar. Memphis. Miloddan avvalgi 3-mingyillikda quyi va yuqori Misrlar birlashtirilgandan keyin Memphis shahri qurildi. B javob.
miloddan avvalgi 3000-yilda Misrda bo'lgan urushda qaysi biri g'alaba qozondi? Qarang. Yuqori Misr janubda, quyi Misr shimolda deyapmiz. Shuning uchun bu yerda yuqori Misr g'alaba qozongan edi. Janub bo'ladi. To'g'ri javob D. Shimoliy dedim. Quyi Misr shimol dedi. Yuqori Misr janub dedi. Yuqori Misr hukmdori Menes quyi Misrga hujum qilib, Memfis shahriga keng asos solgan. Xo'sh, mana ikkilanishlar ko'p bo'lganligi uchun kitobdan ko'rib o'tib beraman. 6-mart. Milvon. Xo'sh, mana Misrda ikkita podshohlik hukmronlik qilgan. Bittasi quyi shimoliy Misrda, boshqasi esa yuqori janubiy Misrda davlatni boshqargan. Miloddan avvalgi 3000-yilda ikkala davlat o'rtasida boshlangan urushda yuqori Misr hukmdori Menes g'alaba qozondi. Endi tushuntiraymi? Bu janubiy bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Qadimgi Misr zodagonlarining uylari nimadan qurilgan? Zodagon oftobda quritilgan xom g'ishtdan qurilyapti. B javob. 11. Nil qancha miqdorda 1000 kilometr? Xo'p, uzunligi 4000 kilometr uzunlikda bo'lgan. 6000 1000 bor uzun. 4000 Xitoy devori edi. Katta daryo bo'lgan, daryoning quyi qismi kemadan 3 kilometrdan 22 kilometrgacha bo'lgan. Demak, to'g'ri javob D javob. 12. Vodiyliklar yurtga qanday deb nom berishgan? A. 13 da berilgan chizmada nuqtalar o'rnini to'ldiring debdi. Qora tuproq, Nil in'omi, papirus, bular hammasi qayerda joylashgan? Misrda joylashgan. Quyida berilgan xaritada nechanchi raqamda o'rta yer dengizi ko'rsatilgan? O'rta yer dengizi birinchi raqamda ko'rsatilgan. Ikkinchi raqamda Qizil dengiz. Tagi tuproq qizil ko'rinadi. 15. Yuqori va quyi Misr davlatlari o'rtasidagi urush bo'lyapti 3000-yilda. A javob. Yuqori va quyi Misr davlatlari o'rtasidagi urushda kim g'alaba qozondi? Yuqori Misr janubiy, ya'ni. Yuqori Misr hukmdori kim edi? Menes. Nomlarni kimlar boshqargan? Nomarx boshqargan. Nomarx. 7-mavzu. Qadimgi Misr bilan qo'shni bo'lgan davlatlarni aniqlang. Nubiya, Liviya, Falastin, Suriya. 1 2 5 6 B javob. Memfis shahri mamlakatning qaysi qismida joylashgan? Quyi Misr qismida joylashgan. A 2A 1B 3. Misr janubida qaysi davlat joylashgan? Misr janubida Nubiya joylashgan. Misrliklar Falastin va Suriyadan nima olib kelishgan? Hunarmandlar yasagan nodir buyumlar va qimmatbaho toshlar. S javob. Shu yoqdan kim turayapti turdi? Men. Malades. Meni kim turdi? Zo'r, malades. Parizoda bilan Ibratbek, malades. Memfis shahri orqali o'tadigan yo'l Sinay yarim oroliga olib borgan. Sinay yarim oroli Misrga qaysi podshohlik davrida bo'ysungan? Sinay yarim oroli qadimgi podshohlik davrida bo'ysungan. Mana Ibratbek zo'r kelyapti. Misrga ko'chmachi giksoslar qachon hujum qildi? 18-asrda. 18-asr oxirlarida.
Giksoslar Misrning qaysi qismini bosib olishdi? Quyi Misr hududlarini. 6A, 7B, 8A. 9. Qanaqasi podshohlik nima deb atalgan? Podshoh. Podshosi bo'lsa, podsholari bo'lsa, Firavnlar deb atalgan. Chunki onu Menes o'zini Misrni Firavni deb atagan. Sinay yarim orolida mis qazib olingan. B javob. Falastin va Suriyada mis bilan temir ko'p bo'lgan. Lekin olib kelishmagan. O'rta podshohlik davrida Misrni Giksoslar bosib olgan paytda faqatgina Fiva shahri, Fiva hukmdori Giksoslarga itoat etmadi. Fiva D B javob. 11B, 12B. 13 Giksoslarni Misrdan haydab chiqaradigan Firavn Yahmos. S javob. S. 13C. 14 Yahmos zamonidan Misrda qaysi podshohlik davri boshlandi? Yahmosdan S javob yangi podshohlik. Falastin, Finikiya, Suriyani istilo qilishni boshlagan bo'lsa, Tutmos 2. Misrni qaysi fors hukmdori bosib oldi? Kim 2. Kandiz 2. 1000 deyman. Miloddan avval 525. Nechanchi asrda Misr yana qayta birlashib, mamlakat iqtisodiyoti qurilish. Bu so'nggi podshohlik davri, ya'ni 7-asr. Tutmos 2ning B javob ya'ni. Tutmos 2ning yurishlari kim davom ettirdi? Tutmos 3 davom ettirdi. Nima sababdan yangi podshohlik davri firavnlarini sillasi qurib, davlat zaiflashib qoldi? Bo'ysundirilgan mahalliy qabilalar bilan urushlar natijasida. B javob. Forslar Misrni 525-yilda bosib olishdi. A javob. Qaysi Misr firavni Falastin va Suriyani istilo qilishni boshladi? Istilo qilishni boshladi Tutmos 2. 19B, 20A, 21A. D javobda milodiy 525da, miloddan avvalgi bo'lishdi. 22 quyida berilgan grafikadagi hududlar kim davrida bosib olingan? Tutmos 3. Bosib olingan bo'lsa 3. Boshlandi bo'lsa 2. Quyidagi ma'lumotlardan yana Erven diagrammasi ekan. Mana bu chizmamiz Erven diagrammasi deyiladi. Demak, qadimiy podshohliklar, yangi podshohlik. Sinay yarim oroli qadimiy podshohlikda bosib olindi. Falastin yangi podshohlikda bosib olindi. Tutmos 2. Nubiyaga yurish qilindi bo'ladigan bo'lsa, qadimiy podshohlik. Yo'q. Bu ikkalasiga ham to'g'ri kelish kerak hozir. Bu turib tursin. Chunki yangi podshohlik davrida Old Osiyo va Nubiya hududlariga hujum qilingan. Endi qadimiy podshohlik davrida Nubiya bilan Finikiya hududlariga hujum qilingan. Ularga o'lpon to'lashga majbur qilingan. Endi Liviyaga yurish boshlandi, yurish qilindi bo'lsa, Liviyaga qadimiy podshohlik davrida Suriya istilo qilindi bo'ladigan bo'lsa, yangi podshohlik davrida. Xo'p, endi to'g'ri javobimiz S javob to'g'ri ekan. 8-mavzu. Soatimiz bitta ko'rib qo'yaylik. Mavzular ko'rib qo'yamiz ekan. Qadimgi Misr podshohligining poytaxti qaysi shahar? Qadimgi bo'lsa Memfis shahri. Peshonasida belida Apis. Fiva shahrining homiysi Amon. Memfis shahrining bosh ilohi Tax. Misrliklar e'tiqodicha qaysi qudratli? Tax. Misrdagi hayotning birlamchi manbai podshohi Xapi. Kim ma'budlar va olimlar orasida gohillar. Uning ibodatxonasi qayerda? Geliopolda, ya'ni Baobek. To'g'ri berilgan ma'lumotni aniqlang.
Kohillar, ma'budlar va odamlar o'rtasida vositachi hisoblangan. To'g'ri. Misrliklar e'tiqodicha mabodo yer yuzida maxsus marosimlar ado etilmasa, ma'budlar odamlarga madad bermay qo'yadi. Kohillar diniy marosimlarini bilar, qurbonliklar bag'ishlab edi. Kundalik turmushda ham kohillarsiz biror ish bo'lmagan. Ay, D javobni olamiz. Barchasi, hammasi to'g'ri. Hammasi to'g'ri. D javobni to'g'ri qilamiz. To'rt 4 S bo'ldi. 5A 6 B 7 S 8 A 9 D. 7-chi mavzuni Yettinchi mavzuni 2 A 14 S yangi. 9 ketdi. Piramidalar qaysi podshohliklar davrida qurilgan? Piramidalar o'rta va qadimgi 2-3. Piramidalar qanday joy? Dafn etiladigan joyi. D javob. Eng mashhur piramidalar Misrdagi qaysi shaharda joylashgan? Memfis shahrida joylashgan. B javob. Eng katta piramida. Xafra va Menkaura. Barchasi. Eng katta piramidalarning uchalasini beradi. Eng mashhur piramidani aniqlang. Bu ham barchasi. Sarkofag, tosh tobut. Tosh tobut. Qaysi piramida 2600-yilda? Xeops. Asli javob bo'larkan. D. D javob. Asli javob to'g'ri. Oy, shoshmanglar. Men o'lib qolay. B javobimiz to'g'ri 8 ga 147 metr. Sarkofagdan nima maqsadda foydalanishgan? Firavnni mumiyolash, jasadini solish maqsadida, ya'ni u tosh tobut edi. Qaysi to'g'ri? D sim Sarkofag 9 ga keldik. 9 sim. 10 Misrliklar e'tiqodicha nimalar firavnni himoya qiladi? Sphinx himoya qiladi. Piramidalar mumiyolash necha kun davom etadi? Mumiyolash bilan kim shug'ullanadi? Kohillar. D javob. Boshqasini belgilagan bo'lsangiz? Yo'q, o'sha tip belgilaganman. Nega qandosh 13 Misrliklar inson jasadini yuvuvchi mumiyolashgan. Asiriyada go'zal qiyofada qad rostlashi uchun Misr qaysi podshohlik davriga kelib ehrom qurmay qo'ydi? Yangi podshohlik davrida qurmay qo'ydi. piramidalarga. Ehromlar qurilishi to'xtatilganidan so'ng tog'dagi tosh maqbaralarga dafn etilgan. Qaysi maqbara ichidagi tasavvurga sig'maydigan boyliklar bizga kelib keldi? Tutanxamon maqbarasi. Yangi podshohlik davrida qurilgan eng mashhur maqbara. Yangi podshohlikda Tutanxamon. Misrliklar e'tiqodicha marhumlar saltanatidagi hayot bu Asiriy sudiga bog'liq. 20. Sahro shohining balandligi 20 metr. Qadimgi Misrda mumiyolash kimlarga nasib qilgan? Boy qarindoshlariga. Yo'q, kiradigan bo'lyapti. Marhumning izida qolgan boy badavlat qarindoshlariga. Firavnni mumiyolaydi. Firavn mumiyolaydi. Firavnni mumiyolaydi. Toshlar shunchalik tekis qilib urilgan 5 metr bo'lgan. Noto'g'ri berilgan ma'lumotni aniqlang deb. D javob ketyapti. Sahro shohi Sfinks haykali toshdan ishlangan bo'lib, balandligi 200 metr deyapti. U 20 metr edi. Bu xato. Endi piramidani Sfinks tanasi sherniga, boshi odamniki bo'lgan haykal to'g'ri bu. Dahmalar ichi esa murojaatlar va qarg'ishlar bilan bezatilgan. Piramida ichida dahliz bo'lgan. To'g'ri.
Demak, bizga noto'g'risi kerak. D javob to'g'ri. Молодец. 10-savolga endi 10-mavzuga endi ulgurmaymiz. Xo'p, shu bilan 5 ta mavzumiz bu yoqda qolyapti. 20-mavzugacha ishlab keling. Katta istasizlar. Ana hisoblayaptimi? Ha, bo'laveradi. Ha, olib kelsalar to'g'ri ko'raman. Obeddan keyin. Hozir obedga chiqiladi-ku. Xo'p, bizni mana aqlli, zukko, dono o'quvchilarimiz. Tanaffusga chiqaramiz azizlar.